Trend. Men hozir ashula qo'yaman. Sen ashulani nomini kim aytganini topishingga to'g'ri keladi. Menga qaramang. Yo bilasan, bilmasang bilmading. Bu trendda. Ketdi. Birinchi ashulani qo'yamiz hozir, qarama. Ikkinchi ashulaga o'tamiz. Uchinchi ashula sal qiynalasan, ha? Sal qiynalasan, chunki yengil ashula, nima trend bo'lib ketadigan ashula. To'g'rimisan? Ketdi. Tekstini yaxshilab eshitsak, 2020 yil degan var, esimdan chiqmaydi tanishganmiz, uzlab qolgan qalb erishib boshlagan ertasiga xayollarim band, yoningda bo'lgim kelardi doim hammadan asrab. Maktabda o'qirdim, men o'qirdim, institutda necha marta blok bo'lganman, urushib keyin yarashardik 10 minutda. Bugun qo'limda san uchun bir buket oqatir gullar, ko'nglinga yo'l topganman, esimda bitta atir gulda. 2024da merimi iyunda Turkiyada oq kiyimda sevgi tarixi shu kundan barmog'ingga uzuk taqdim. 11-noyabrda bo'ldi to'y, qarab bugun shu sanaga rovna 1 yil bo'pti. Tabriklayman ikkimiz ana shu yil bilan, tabriklayman ota-ona bo'lganimiz bilan. Hamma dardlarimni unutaman sen bilan, asalim shamsiyam bilan. So'z beraman ko'zlaring har doim baxtdan porlashiga, axir bitta kulishing yetadi baxtli bo'lishimga. Sevgimga ta'rif bersam yetmayapti harflarimga, daftarimda bo'sh joy, ishonasanmi gaplarimga? Asragayman hammadan o'zimni gulim feruzam, osmonlargacha yetadi sevishimni gapirsam. Yonayman hammadan o'zimni gulim feruzam, osmonlargacha yetadi sevishimni gapirsam. Osmonlarda parvoz etaman kulishingni ko'rsam, hamma dardlarimni unutaman yoningda bo'lsam. Asragayman hammadan o'zimni gulim feruzam, osmonlargacha yetadi sevishimni gapirsam. Osmonlarda parvoz etaman kulishingni ko'rsam, hamma dardlarimni unutaman yoningda bo'lsam. Ashula qalay ashula. Sana ashula bu tekst bo'ladi. Sen qidirgan asror o'tdi. Bu bo'lsa tabriklayman.